أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa suresi 7. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey erler, sizler her qancha tirishsanglarmi ayollarыңlarning orasida muhabbatda, ko'ngil moyilligida to'liq odil bo'lishga qodir emassizlar. Shunga sizlar ayollarni ularning birisiga butunlay moyil bo'lib ketib, ikkinchisini eri boyoqning o'rnida esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'yib gunohkor bo'lmanglar. Agar amalinglarni tuzatsanglar, ayollaringlar orasidagi ishlarda odil bo'lsanglar, Allohdan qo'rqib, ayollarga zulm qilishdan saqlansanglar, bilinglarki, Allah bandalarga nihoyat mag'firat qilguchidir, ularga bakmur rahim qilguchidir. Agar ayol ikkisi ajrashib ketsa, Allah o'z fazl karami bilan ularni bir-biridan behojat qiladi. Chunki Allohning fazl karami nihoyat kengdir. Allah bandalari orasida hukm qilishda hikmat bilan ish qilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi va ularning orasidagi maxluqotning hammasi Allohningdir. Ey Muhammad alayhisalomning ummati bo'lgan musulmonlar, biz sizlardan ilgari kitob berilgan yahudilar bilan xristianlarni Allohga itoat qilib, uning buyurganlarini o'rindab, to'sqonlardan yenishga buyurgan edik. Sizlarni shuningga buyurdik. Yana sizlarga shuni bayon qildikki, agar sizlar Allohning bir ekanligini va Alloh nozil qilgan qonunni inkor qilsanglar, bilinglarki, Allohning sizlarga hojati yo'qdir. Chunki osmonlardagi va zimindagi maxluqotning hammasi Allohningdir. Allah azaldan bandalarga muhtoj emas, u barliq sifatlarda, hamma ishlarda madhiyaga loyiqdir. Koinotdagi narsalarning hammasi Allohningdir. Allah bandalarni muhofazat qilishga va ularning ishlarini o'rinlashtirishga o'zi yolg'iz kifoyadir. Ey insonlar, agar Allah xolisa, sizlarni halok qilib etib, o'rninglarga boshqa qavmni keltiradi. Chunki Allah shunday qilishga albatta qodirdir. Ey insonlar, sizlardan kimki dunyoning manfaatlarini ko'zlab oxiratdan yuz o'raydi ekan, bilib qo'ysinki, dunyo va oxiratning ne'matlari Allohning dargohidadir. Shunga har kim dunyo va oxiratlik yaxshiliklarni Allohning o'zidan tilasin. Chunki Allah hammaning egisidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, ularning niyatlarini va amallarini ko'rib turguchidir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, o'zinglarning yoki ota-onanglar va urug' tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, ularning boy yoki kambag'al bo'lishiga qaramay adolatda ching turadigan, Alloh roziligi uchun durust guvohlik beradigan bo'linglar. Alloh ularga sizlardan bakrak yaqindir. Ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Shunga nafsi xohishinglarga berilish, yaqinlaringlarga yon besish sizlarni odil guvohlik bermasligi ibbomisin. Agar sizlar haqiqatni burmulab guvohlikni o'zgartirib etsanglar, yoki guvohlikdan bosh tortib va yoki uni yushirib durust guvohlik berishdan yuz o'rsanglar, bilinglarki, Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turadi. Sizlarga shuningga qarab mukofot yoki jazo belgilaydi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar Allohga, Muhammad alayhisalomga, Qur'onga, ilgirki payg'ambarlarga Alloh tarafidan nozil qilingan kitoblarga bo'lgan ashu chin iymoninglarni Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan iborat yaxshi amalinglarni izchil davomlashtiringlar. Kimki Allohni, Allohning hurmatli farishtalarini, Allohning insoniyatni hidoyat qilish uchun nozil qilgan kitoblarini haqni yetkazish uchun Allah insonlar orasidan tanlab chiqargan payg'ambarlarini va insonlar bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq amallardan hisob berish uchun tirildirilib, Allohning huzuriga boradigan oxirat kunini inkor qiladi ekan, u Allohning dinidan chiqib ketgan, haqiqatning yo'lidan tamoman yiroqlashib, qattiq ozg'an bo'ladi. Iymon etib, musulmon bo'lgandan keyin iymonidan yenivilib kofirlikka qaytgan, ondan yana iymon etgan, ondan yana kofirlikka qaytgan, ondan kofirlikda ching turib olib, shu kofirlikni davomlashtirganlarni Alloh hargiz kechirmaydi. Ularni yomon oqibatdan saqlaydigan to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Ey payg'ambar, tilida iymon aytib qo'yib, dilida kofirlikni yushiradigan munofiqlarga oxiratdagi qattiq azobdan bishorat bergin. Mü'minlarni qo'yib, kofirlarga tarafdor bo'ladigan, ularni yaxshi ko'rib, ulardan yordam talab qiladigan, mü'minlarni yomon ko'radigan kishilar kuch-quvvatni ashu kofirlarning qishidan izdayotamdi. Ular bilib qo'ysinki, kofirlar ularga qilchi yordam qilolmaydi. Chunki yordam va kuch-quvvatning hammasi Allohning ilkididir. Ey mü'minlar, Allah o'zining kitobida sizlarga shunday hukm tushirdiki, sizlar Allohning oyatlari inkor qilinganligini va masxara qilinganligini anglasanglar,
u kofirlar kufri va masxaradan boshqa paranglarga yetkelmagicha ular bilan billa o'ltirmanglar. Ular shu holatda bo'ladi ekan, agar ular bilan o'ltirsanglar, cho'qim sizlarmi ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Chunki sizlar bu holatda ularning Allohning oyatlarini inkor qilishiga va masxara qilishiga rozi bo'lgan bo'lasizlar. Gunoh ma'siyatga rozi bo'lgan odam uni qilganga o'xshash gunohkor bo'ladi. Shaksizki, Alloh munofiqlarning va kofirlarning hammasini jahannamga to'playdi va ular qattiq azobga uchraydi. Ey mu'minlar, sizlarning beshinglarga xapolik kelishini kuzatib turayotganlar dal ashu munofiqlardir. Agar Allohning fazlidan sizlarga biroz zafar nisb bo'lib, dushmanlarga g'olib kelsanglar va g'animatga erishsanglar, ular biz sizlar bilan billa emasmidik, sizlarga yordam bergan emasmidik deydi. Agar kofirlar taraf g'alaba qozonsa, bu munofiqlar u kofirlarga biz sizlarning ustinglardan g'olib kelgan turib, sizlarni mu'minlardan qo'g'dimidikmi deydi. Alloh qiyomat kuni ular bilan sizlarning oranglarda hukm chiqaradi. Alloh kofirlarga haqiqiy ma'nodagi mu'minlarni bo'ysundirishga qat'iy yo'l bermaydi. Dunyo va oxiratga yaxshi oqibat haqiqiy mu'minlarga xosdir. Shubhisizki, bu munofiqlarning ishi o'zining qilmishlarini Allohdan yushirib qolalaymiz deb o'ylab, kofirligini yushirib, yolg'ondan o'zini musulmon qilib ko'rsatish orqali Allohni aldashga urinishdir. Halbuki Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazosini beradi. U munofiqlar namozga turgandimi faqat xo'shshaqmaslik bilan turadi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Allohni bekmo oz yod etadi. U munofiqlar faqat shaklanish, ikkilanish va iztirob ichida o'tadi. Ularning ahvoli bir xil turmaydi. Ular mu'minlarga kofirlarga tava emas. Kufr bilan iymon orasida orasalda bo'lib yuradi. Alloh kimning qalbini iymondan burib-etsa, ey payg'ambar, sen uni hidoyatga yetaklashga hech bir yo'l topolmaysan. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mu'minlarni qo'yib, Allohning dinini inkor qilgan kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlar dushmaninglarni do'st tutish orqali o'zinglarning iymon davosida rostchil emasliginglar to'g'riliq Allohga ochiq bir paket hozirlab berishni xohlamsizlar. Munofiqlar qiyomat kuni cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavatiga tashlanadi. Ey payg'ambar, sen ularni yomon oqibatdan qo'g'dab qoladigan biror madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan yenib, Allohga tavba qilib, o'zining ichki va tashqi barliq ahvolini tuzatgan mu'minlarni do'st tutib, Allohning diniga chin esilgan, dinni Allohga xolis qilgan kishilar buningdan mustasno. Ana shular dunyo va oxiratda mu'minlar bilan billadir. Alloh oxiratda mu'minlarga katta ajr ato qiladi. Agar sizlar amalinglarni tuzab, Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy ravishda iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Shaksizki, Alloh bandalarga muhtoj emas, faqatli gunohkor bandalarni jazolaydi. Alloh bandalarining toat ibodatlarining mukofotlarini hassilab berguchidir. Alloh hammani bilib turg'uchidir. Allah har qanday bir kishining oshkora yomon so'z qilishini yoqtirmaydi. Ammo zulmga uchirgan kishi zolimning ustidan shikoyat qilib, yomonligini o'ttirg'i chiqasi bo'ladi. Allah sizlarning oshkora aytganlaringlarni anglab turg'uchidir, sizlarning yushirganlaringlarni bilib turg'uchidir. Allah apuchallikka chaqiradi. Bu chaqiriqqa yo'l hozirlaydi. Mu'minlarning yaxshilikni oshkora qilish yoki maxfiy qilish ixtiyoridir. Shuningdek yomonlik qiluvchining yomonligini o'ttirg'i chiqarish yoki uni afu qilib etishmi ularning ixtiyori bo'lib, afu qilish afzaldir. Allohning asl sifatlaridan biri gunohkor bandalarga kuch yetadigan turib, ularni afu qilishdir. Shubhisizki, Yahudilar va xristianlar ichidan Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Allohga iymon keltirgan bo'lsa-mu, uning payg'ambarlarini inkor qilish yoki payg'ambarlarning ba'siga iymon keltirib ba'sini Allohning nomidan yolg'on so'zladi degan tuhmat bilan inkor qilish orqali Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini ayirib etmoqchi bo'lganlar, iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular shaksiz kofirlardir. Kofirlarga xorlig'uchi azob tayyorladik. Allohning bir ekanligiga iymon keltirgan, Alloh avatgan payg'ambarlarning hammasining haq payg'ambar ekanligini e'tirof qilgan, iymon etishda payg'ambarlarning hech birini ayirib etmagan va shariatning ko'rsatmalariga amal qiladigan kishilar borgu, Alloh ana shu kishilarning iymonining mukofotlarini va ajrini to'liq beradi. Alloh bandalari uchun nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir. Ey payg'ambar, Yahudilar sendan Musa alayhisalomning mo'jizasiga o'xshash sening rostchiligingga dalolat qiladigan bir mo'jiza talab qiladi. Musa alayhisalom Allohning dargohidan Tavratni olib kelgandek, o'zlariga osmondan samoviy xatlar bilan yozilgan bir kitob olib tushishni talab qiladi.
Ey payg'ambar, sen buningga ajablanma. Chunki ularning ajdodlarimi Musa alayhissalomdan buningdanmi cho'ngroqini talab qilib, bizga Allohni ochiq oshkora ko'rsatgan degan edi. Shuning bilan ular o'zlarining haqqi bo'lmagan bundoq talabni qo'yish bilan o'ziga zulm qilganligi tufaylidan halok qilg'uchi azobga uchragan va ularni chaqmoq soqqan edi. Andın ularni chaqmoq soqqandan keyin Alloh tirildirganda ular Musa alayhissalomning qo'lida mo'zayga cho'qinishning op-ochiq ozg'unlik va kufrlik ekanligini ko'rsatadigan ro'shan dalil paketlarni ko'rib turuqliq yana mo'zayni ma'bud qilib oldi. Ular tavba qilgandan keyin ularning mo'zayga cho'qinganlik gunohini kechirib o'tdik. Biz Musaga uning haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan katta dalil paket ato qilgan edik.